Assalomu alaykum do'stlar, yana bir bor. Bu joy aynan shu Jurassic Parkda dinozavrlar chiqib keladigan sahnasi edi. Lekin haqiqatan ham bu aynan o'sha dinozavr Jurassic Park filmi suratga olingan joy. Qarshilarda ko'rishingiz mumkin. Mana bu joyda mana asosiy o'sha dinozavr Jurassic Parkga kiradigan asosiy darvozasi. Mana bu joyda mana ko'rishingiz mumkin. Xo'p. Bizni kichkina dinozavrchilarimiz shu yerda mana. Mana biz o'sha joyda topdik, o'sha joyga keldik. Yoshligimizda sevib tomosha qilgan Jurassic Park filmi suratga olingan joy. Ana tepa qismi laboratoriya ko'rishingiz mumkin. O'sha professor dinozavr tomosha qilib turadigan joyi. Manzarani ko'ringlar. Nihoyatda go'zal. Chiroyli. Ta'riflashga til ojiz. Ana mevachalarni qaranglar, qizil mevachalarni. Bu tabiatni qaranglar. Xo'p. Mana gullarini gullaganini qaranglar. Juda ham chiroyli. Xuddi ilon og'zini ochib turganga o'xshaydi. Qarang. Bular hammasi tabiiy. Ko'rishingiz mumkin, bahramand bo'linglar.